Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga erinib, Beliqut to'rida anglitildi. No'ruzdagi qutlug' safar. Keyin Mahmud Qashqari Qashqardagi Sochiya madrasasida ilm tahsil qildi. O zamanlarda Qarxoniylar tavalligidagi xonliq madrasada diniy va fanniy darslar birlikda o'tiladi. Mahmud madrasada o'tiladigan har qaysi fanlarni qidirqinib o'rganishdan sirt, xon jamoat ichidagi an'ana bo'yicha yana har xil qurol-yarog'larni ishlatish, chavandozlik, shaxmat o'ynash, soz chalish qatorliq ko'p xil mahoratlarni pishiq egiladi. O bo'libmi ustozi Husayn Xalbatning yetakchiligida arab tilini nihoyat pishiq o'rganib chiqib, bu tildimi xuddi ona tildigiga o'xshashla ravon so'zlayoladigan va yoza oladigan bo'ldi. Shunda qilib Mahmud kichkidilla bilim doirasi keng, atrofliq yetilgan Mavlon sifatida to'nilishga boshladi. Mahmud yoshlik davriga qadam qo'ygandan tortib Qashqar Opaldagi Oziq kentida turdi. Yoz kunlarining birida u o'zining xos quli Turunpay bilan Opaldagi No'ruz buloq to'piligida chiqib, dars takror qilishga o'tirdi. Mahmud qo'lidagi kitobni varaqlab ko'ryotdi. Ushtum-tut to'pilikning tuvan tarafidagi o'y mahalladan bir qizning naqshi ovozini anglab qoldi. Mahmud to'pilikdan paskarak tushib, No'ruz buloqdan qapoq suv elayotgan bir qizni ko'rdi. Mahmud Turunpayni chaqirdi. "Turunpay, u kim, bilmamsan?" deb so'radi u qo'li bilan yeliq qizni ko'rsatib. "Uning ismi Cho'lpon. Mush kanat sardorining qizi. Men kanatlardan yig'ilgan seliqlarni to'shib borganda uni ko'rgan", dedi Turunpay. Keyin Mahmud shu Cho'lpon ay ismli qiz bilan to'y qildi. Mahmudning otasi Barisxon shahrining hokimi bo'lg'ashqa, onasi Bobi Robiya bilan shu shaharda turadi. Mahmudning bo'si Muhammad Bug'roxon bo'lsa, Talos va Istibjon shaharlariga hukmdor bo'lib Qashqardan ketdi. Mahmud Cho'lpon ay bilan Opaldagi Oziq kentida qoldi. Shu kunlarda u o'zining o'zligidan o'rganish va tadqiqot ishlarini qilchi bo'shashtirmay davomlashtirdi ham kecha-kunduz degidek o'zini unutgan holda qalam tavritib Javohir xazinasi filogati turk nomli ilmiy asarni yozib chiqdi. Mahmudning ustozi Husayn Xalbat Qashqardagi bir qism olimlarni yig'inga taklif qilib, bu asarni muhokamaga qo'ydi. Olimlar asarga yuqori baho berdi. "Endi Mahmudga taxallus bersak", dedi Husayn Xalbat yig'in oxirida. "Mahmud o'zi qanday taxallusni o'ylashdikin?" deb so'radi olimlardan biri. "Yurtimning nomini taxallus qilsam", dedi Mahmud. Hammaylar rozilik bildirishdi. Mahmud qalamni elib, o'z asrining birinchi betidagi oq qoldirilgan o'ringa Mahmud ibn Husayn Qashqari deb imzo qo'ydi. Shuningdan keyin u Mahmud Qashqari deb atilishga boshladi. Mahmudning xos quli Turunpay yoz kunlarining birida sayli qilib yurib, Opalning sirtiga chiqib qoldi. U bir ko'l bo'yiga kelganda tasoddifiy bir qiz bilan uchrashib qoldi. Dastlabda har ikkisi bir-biriga hang-tang bo'lib qarashib qoldi. Keyin Turunpay kulimsirab so'radi. "Siz kim? Etingiz nima?" Qizmi kulimsirab javob berdi. "Ismim Kumush, Mushkanatdagi zimindorning quli bo'laman." Turunpaymo o'zini tunishtirdi. Shuningdan keyin Turunpay bilan Kumush shu xosiyatli ko'l bo'yida pat-pat ko'rishib turadigan bo'ldi va to'y qilishga va'dalashdi. Bir kuni Turunpay ko'l bo'yiga kelib Kumushni topolmadi. U kentga kirib kishilardan Kumush qizni so'radi. Bir dehqon uningga
kumushni Toshbaliqning begi Yovloq sariq setib elib ketdi, deb javob berdi. Qattiq hasratlangan Turumtay Oziq kentga qaytib kelgandan keyin bug'doy sharobini bo'lishiga ichib mast bo'ldi. Chakarlar bilan jedallashdi. Hatto bir tambal qul bilan yoq siqishib mushlashdi. Mahmud Qashqari varang-churungni anglab eshik oldiga chiqdi va chetda turgan xizmatkorlarga buyruq qildi. "Uni sulab qo'yinglar. Ata kayf yeshilgandan keyin mening yanimga kirsin." Atsi mastligi yeshilganda Turumtay Mahmud Qashqarining oldiga kirib ta'zim qildi. "Turumtay," dedi Mahmud. "Nima gaping bo'lsa, menga aytsan bo'lmamdi. Mendan ranjigan yering bormi?" "Hargiz undaq emas, hazratim," dedi Turumtay uningga tik qaraymay. "Men boshqa bir gapni, boshqa bir qul to'g'risida." Turumtay gohi hayajonlanib, gohi ah urib, o'zining muhabbat sarguzashtisini boshdan oyoq so'zlab berdi. "Kumushni Toshbaliqning begi tungun setib elib akitibdi," dedi u oxirida. "Yur," dedi Mahmud. "Hozirla, Toshbaliqqa boraylik." Yovloq sariq beg Mahmud Qashqarini ko'rib qo'rqib ketdi va 9 ta'zim qilib ularni uyga boshladi. "Siz tunugun Kumush ismli bir qizni qul qilib setib olgan edingiz?" deb so'radi Mahmud Yovloq sariqdan. "Shundoq hazratlari, shundoq," deb duduqladi Yovloq sariq. "Shu qizni bizga qaytarib bergaysiz. O qizning nikohlashiga putishga yigiti bor," dedi. Mahmud 2 qo'lni setib olgudek oltinni uning oldiga qo'ydi. Yovloq sariq Kumushni boshlab keldi. "Kumush, Turumtay." Mahmudning yaqin birodarlaridan Nizomiddin, Isroil tug'an tekin uni yo'qlab keldi. 2 do'st paranglashib o'tirishdi. "Anglashimcha, sen safarga chiqmoqchi bo'lib etibsan-ku?" deb so'radi tug'an tekin. "Shundoq," dedi Mahmud. "Otam 40 tugilib mol tayyorlab qo'ydi. Bir tarafdan savdo qilg'ach, yana bir tarafdan joylarning ahvolini o'z ko'zing bilan bir ko'rib kel deydi. Men bu fursatdan foydalanib turk qabilalar yashaydigan hamma yurtlarni aylanib chiqmoqchiman. Har qaysi qabilalarning til alohidaliklarini tekshirib chiqmoqchi bo'lyapman. Safarga qachon chiqmoqchisan?" "Tangri buyursa, No'ruz bayramini o'tkazibli mangay deyman." No'ruz bayrami yetib keldi. Er ayol, qir yosh, har soha, har kasb kishilari No'ruz buloq to'piligiga yig'ildi. Turli o'yin tomoshalar qizib ketdi. Soyvallik kangrus ustida Mahmud Qashqari va uning yaqinlari o'tirdi. Samoga tushib usul o'ynayotgan kishilar to'pishidan do'g'loq kelgan bir kishi chiqib, supa oldiga keldi-da ta'zim qildi. "Qut bo'lsin Mahmud Qashqari hazratlari," dedi u. "Sizning odilliklarini men Yovloq sariqning o'ynisida o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Men asli karvonchi, o'zlarini safarga chiqmoqchi deb angladim. Meni karvon besh qilib yollab olsalar, sizni rozi qilaman." Mahmud rozilik bildirdi. No'ruz bayramidan keyingi quyoshli kunlarning birida Mahmud Qashqari uzun safarga otlandi. 40 tuga va 50 nafar qurolliq chavandozlardan tarkib topgan karvon Kuchay yo'liga tushib ilgirladi. Karvon yo'l bo'yi kuchirgan kanatlarda 1-2 kundan to'xtab o'tkashga, ilgirlash sur'ati osti edi. Mahmud Qashqari safar bilan til tekshirish ishini birlashtirib davomlashtirmoqda edi. U har qaysi joylarda to'xtaganda aholilarning tilidagi shivi alohidaliklarini selishtiradi. Yer joy nomlarining kelib chiqishi haqidagi hikoyatlarni anglaydi. Urug' qabilalar tarixini surishtiradi va bularni tafsiriy xotirlaydi. Ush shahriga kelganda karvon dam olishga to'xtadi. Kechga yaqin mezgilda Mahmud bilan Turumtay karvon sariyining ichkirki bo'limida o'tiradi.
O'ylada Qalunning mungluq sadosiga qo'shilib, bir erkishi ahanga selingan bir qahramonlik dostonini aytib atdi. Mahmud bilan Turumtay o'yliga chiqdi. Shoxliq chinar tubida karvon beshi o'ltirib, o'zi qalun chelib naqshi aytmoqda edi. Nökarlar uning atrofiga o'lishib o'ltiradi. Mahmud bu dostonni boshqa g'azal hollardan anglagan. Lekin ularning aytqanlari bundoq to'liq emas edi. Atsi Mahmud karvon beshini yotqiga chaqirib, dostonning o'zi bilmaydigan qismlarini to'liqlab yozib oldi. Karvon kuchog'iga keldi. Atsi Mahmud karvon beshi va Turumtay bilan piyoda yo'l yurib, shahar ko'chalarini tomosha qildi. Bazar maydonining o'ttirsida qo'pirilgan ozoda sahnada bir to'p san'atchilar mashhur kusan usulni o'rinlamoqda edi. Tomoshabinlar zo'xlanib san'atchilarni maqtashadi. Soz va usul avjiga chiqqan paytlarda uzluksiz olqish yong'itib turadi. O'yin tamomlangandan keyin sozanda yigitlardan ikkisi mis tovoqlarni ko'tarib tomoshabinlarni oralab chiqdi. Kişiler tavaqlarga tengilarni tashlashdi. "Aferin! Allah ömrünü uzun qilsin!" dedi Mahmud o'zining oldiga kelgan yigitga va tavaqqa bir qopchuq tillani to'kdi. Karvon yo'lni davomlashtirib, Sulmi shahriga yetib keldi. Bu yerda tosh ko'p bo'lganlikdan kech kirganda xizmatkorlar o'yinning o'ttirsiga gulxon yiqib, cho'rdab o'tirishdi. Mahmud mo ularning qatoridan o'rin oldi. "Hazratim, Sulmi to'g'riliq so'zlab bersangiz ekan", dedi Turumtay Mahmudga qarab. "Iskandar Zulqarnayn", dedi Mahmud eg'iz echib. "Uyg'ur yeriga tajovuz qilib, Oltin Qon degan yerda mag'lub bo'ldi. Shuningdan keyin Zulqarnayn urushni to'xtatib, mush Sulmi shahrini soldirdi. Keyin tajovuzchilar ketgandan keyin ta hozirgacha bu shaharda Uyg'urlar yashab kelyapti." Yoz kunlarining birida Mahmud Qashqarning karvoni Idiqut Uyg'ur xalqining ostonasi Qo'chu shahriga kirib keldi va bu yerda bir mezgil turib qoldi. Bir kuni Mahmud bir kitobfurushlik do'koniga kirdi. Kitobfurush buvay Mahmudga tekstchilarga tizilgan kitoblarni tunishtirdi. "Bu Maydirisimiz. Mana bu Oltin Yoruq. Shuranjongning tarjimoli. Mana bu Xanzucha Uyg'urcha lug'at." Mahmud bir muncha kitoblarni tanlab setib oldi va o'z bilan birga kelgan xizmatkorlarga ko'tirgizib, kitobfurush bilan xo'shlashdi. Bilqut xazinasi. Aradan 10 kun o'tganda Eliq kitobfurush buvay Mahmudni mehmonga taklif qildi. Kitobfurushning uyida bir peshqadam o'qituvchi va uning ikki sobiq shogirdi o'tirishgan edi. Mahmud ular bilan osonga chiqishib ketdi. "Qarg'oniylar xalqi musulmon, Idiqut Uyg'urlari Budda diniga e'tiqod qiladigan bo'lg'ashqa, Qashqardagi nurg'un kishilar qo'choni to'liq tushunmaydi", dedi Mahmud. "Bundan keyin berish kelishni qo'yiqlashtirib, tushunishni ilgari surish zarur." "Hazratlari dono gap qildi", dedi o'qituvchi. "Hozir dinimiz o'xshashmaydigan bo'lib qoldi. Lekin tegi-taktidan aytganda, biz bir urug'dan to'ralgan qarindoshlar emasmi?" Mahmud Qashqari Eli daryosi bo'yidagi Mingloq shahriga yetib keldi. Mingloq hokimi daryo bo'yida ziyofat o'tkazib, Mahmudni kutib oldi. Mehmonlarning talabi bo'yicha Mahmud turk til alohidaliklarini tushuntirib berdi. Barliq turkiy qabilalar Uyg'ur, O'g'uz, Qipchoqdan iborat 3 turkumga ayriladi. Uyg'urlarning tili sop turkcha, Qirg'iz, Qipchoq, O'g'uz, To'qsi, Yog'ma, Chingil, Uyg'roq, Choruq qabilalari sop turkiy tilda so'zlashadi. Yemek va boshqa tillari ularga yaqin. Bulg'or, Suvar, Pachanaklarning tillari so'zlarining oxiri ixchamlashtirilgan ayrim bir xil turkchidir. Mahmud Qashqarning karvoni poyonsiz Qipchoq dalosiga ketib o'tdi.
gugum tushishga boshlagan paytda tuyuqsiz bir to'p qaroqchilar hujum qilib keldi. "Qo'lama, tugilar yaqin keltirmanglar!" deb varqirdi Mahmud ot ustida qilishni yalang'ochlab va shaxsan o'zi cheriklarini boshlab qaroqchilarga aytildi. Qaroqchilar ancha-muncha erishib beqibla ishning chataqligiga ko'zi yetdi. Ular bu karvon egallarining odatdagi savdogarlar emasligini darrov ta'mildi hamda qolaymaqan chechilib ketishga yuzlandi. Sheriklar ularni iloji bor yiroq surib etish uchun qo'g'lab ketaverdi. Biroq shu orada kutilmagan ahvol kelib chiqdi. Karvonga ancha yiroq bo'lmagan yerda bir kichikroq tog' bor edi. Qaroqchilarning bir bo'lik odamlari shu tog'ning kayniga nukunib turgan edi. Ular tuyuqsiz tog' kaynidan otlarini ushqandek choptirib chiqib, to'gilarga tegish qildi. To'gichilar va bu yerda qolgan oz sondagi cheriklar ularga teng kelolmay qaytishga majbur bo'ldi. Qaroqchilar tushma-tushdan kelib, to'gilarni tog' kayniga haydagili turdi. Mahmud bu ahvolni ko'rib qoldi-da, orqaga burilib, etini quyundek choptirgan peti to'gilarni haydayotgan qaroqchilarga aytildi. Turumtaymo bir to'p cheriklarni agashtirib, ulgurib keldi. Bir maydon qisqa, lekin shiddatli uri yiqib boshlanib ketdi. Qalaymaqanchilikda Mahmud mingan to'ruq otning oq qashqisi ustidan bir qilish urildi. Ajallik yaralangan ot chepib ketayotgan tezlik bilan yerga gurp qilib yiqildi. Mahmud egardan qonqib chiqib, quyuq o'tchib o'sgan yumshoq tuproqqa do'milib ketdi. U o'ng mursining qattiq og'riyotganligini sezdi. Uning o'ng mursiga nayza sanjilgan edi. Shu asnoda bo'rondek kuchib kelgan Turumtay jon jahli bilan qilishni o'ng va so'lga chepib, Mahmudning ustiga bostirib kelgan ikki qaroqchini joylavatdi va egardan sakrab tushdi-da, Mahmudni yo'lab turg'izib, o'zining jadi etiga mindirdi va o'zimi orqasiga mingashdi. O'ri besilmay tipirlab turgan ot yo'lqinib chopgan beti ularni jiroqqa elib qochdi. Qaroqchilar teri-piran bo'lib, qorong'ulik cho'kishga boshlagan dalaga tarqilib g'oyib bo'lishdi. Chakar va cheriklar yana xeyli ovora bo'lib, har yoqlarga chechilib ketgan to'gilarni yig'ib kelishdi. Turumtay bilan karvon beshi dori tayyorlab Mahmudning jarohatini tangdi. "Hazratlar, ikki qaroqchini tirik tutib oldi" deb ma'lumot berdi qo'riqchilardan biri. "Aytinglar" dedi Mahmud kigiz ustida chazani qurib o'tirib. To'rt cherik ikki qaroqchini yolab akilib tizlantirishdi. Mahmud g'azabli chiroy bilan ular g'o'miyib qaradi. "Mo'shadaq oqibat qilishingni o'ylamaganmidim?" dedi u yesh cho'ngroq bo'lgan changi soqolli qaroqchiga. "Yirtqich hayvondek cho'llarda qotirab, gunoh qilg'icha halol emgak bilan kuningni olsan bo'lmamdi. Xudodan qo'rqmamsan?" Changi soqolli qaroqchi bo'lishiga varqirab Mahmudga haqorat yog'dirg'ini turdi. "Sen meni gunohkor deysan, o'zingni gunoh yo'qmi?" deydi u. "Sanga o'xshash baglarning dastidan kun ololmay qaroqchi bo'ldi. Ash ko'zli baglar bir-biri bilan so'qishib, elga tinchlik bermadi. Bizning bag meni cheriklik tutdi. Boshqa bir bagning cheriklari bilan jang qildi. Baglar o'zlarining nafsi uchun bizni odam o'ldirishga majburladi. Oxiri men qochib ketdim. Yezamga qaytib kelsam, xotin bolalarim yo'q. Bolalarim malamanchilikda o'lib ketibdi. Xotinimni qo'l qilib setib etibdi. Uni ish yerdan topolmadim. Meni yana qaysi yo'l qoldi? Meni 2 yil bo'ldi qaroqchilik qilyapman. Sanga o'xshash boy baglarning adibini beryapman. Bu men ularni qo'rq gibi anlab o'tirmay, ularni chepib tashlaylik" dedi bir qo'riqchi. Mahmud Turumtayning yurishi bilan asta o'rnidan turdi. "Ularni qo'yib etinglar" dedi u hech kimga qaramay. Qo'riqchilar ham-tam bo'lib turib qoldi. Changi soqolli fursatni g'animat bilib, shu an sakrab qopdi-da. "Etimni qaytirib beringlar" deb farqiradi. "Ona etini qaytirib beringlar" dedi Mahmud. Yana bir qaroqchimo Mahmudga yolvordi. "Menni kessam bo'lamdi begim. Yo'qol" dedi Mahmud. Qaroqchilar otlariga minib ketdi.
Karvan Edil daryosi bo'yiga berib, kayniga yondi. Mahmud Opalga qaytib kelgandan keyin uzundan beri ko'ngliga pukib kelgan orzusi bo'yicha ishga kirishib ketdi. U kunduzlari Opal madrasasida dars o'tsa, kechalari uzun safar jarayonida to'plagan qo'l yozmalarini ratlaydi, tuzatdi. Uning rafiqasi Cho'lpon Ay uningga yaqindan yordamlashatdi. Tayyor bo'lgan qo'l yozmalarni chiroyli xushxat qilib ko'chiratdi. Ko'chirilib bo'lganlarini kun muqoviga elib tutlaydi. Bu bir cho'ng bayliq Cho'lpon, deydi Mahmud qo'l yozmalarini ko'rsatib. Bularni ilmiy uslubda ratlab yezib chiqsam, qomus qildiki bir katta divan bo'lib chiqadi. Anglayotganinglar beli qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qonga bo'yalgan o'rda. Qarxoniylarning xoqoni Sulaymon Arslanxon bilan uning inisi Muhammad Bug'roxon o'ttirsida urush boshlandi. Mahmud Qashqariga uzundan buyon adolat saqlab kelayotgan Yavliq Sariq bey fursat keldi deb 5000 kishilik qo'shin bilan Opalga hujum qildi. Oziq qal'asining qo'riqchilari mingga yetmaydi. Mahmud Qashqari qal'a mudofiasiga shaxsan o'zi qo'mondonlik qildi. Cho'lpon Ay ayol jangchilarga, Turumtay qurolli qullarga rahbarlik qildi. Shiddatli jang bo'ldi. Halbuki ikki tarafning kuch farqi cho'ng edi. Oziq qal'asidagilar botirona jang qilgan bo'lsa-mu, dushmanning hujumlarini chekintirishga amalsiz qilib O'lgan va yarador bo'lganlar ko'paydi. Mahmud Qashqarining yaqinlaridan bir qism kishilar taslim bo'lish fikrini o'ttirib qo'ydi. "Yo'q", dedi Mahmud. "Hozir Qashqarda Hasan degan ish boshqarmoqda. U ma'rifatparvarlik, bilimlik zot. Gunohsiz fuqarolarni bostirishdek bundoq yolg'izlikqa u yo'l qo'ymaydi." Degandek qosh qaraygan mahalda Qashqar tarafdan bir to'p otliqlar chang to'zitib chepib keldi. "Hazrati Hasan degandan farmon!" deb baqirdi ulardan biri etidan tushmay turib. Yavliq Sariq farmon yozilgan qog'ozni elib o'qidi va jimib ketdi. Oxiri taxt varisining farmoniga noiloj bo'ysunib, ruhi tushgan holda qo'shonini chekin Bilqut xazinasi Arslanxon qo'shoni bilan Bug'roxon qo'shoni o'ttirsada jang bo'ldi. Muhammad Bug'roxon g'alaba qildi. Sulaymon Arslanxon yat istilochilar tarafidan emas, balki o'z qarindish tarafidan asirga elindi. Muhammad Bug'roxon Talos va Istiqjob qo'shinlarini birlashtirib, yo'l bo'yidagi bag va tarxonlarni o'ziga bo'ysundirib, milodiya 1057-yili sovuq shamol gurkirab turgan kashkuzlarining birida Qarxoniylar sulolasining asosliq ostonasi bo'lgan Qashqar shahriga g'alaba tantanasi bilan kirib keldi. U xonlik taxtini qurol kuch bilan tortib olib, o'zini Buyuk Xoqon deb atadi. Muhammad Bug'roxon oltin taxtda o'ltirib, vazirlarining ma'lumotlarini anglamoqda edi. Xazina vaziri taxt oldiga kelib ta'zim qildi. Shavkatlik Bug'roxon oliylariga ma'lum bo'lganki, o'rda xazinasidagi oltin kumushlarni Hasan degan qo'rtanga yetkazib ketibdi. Amaldorlar bilan qo'shinlarning ta'minotini hal qilish ta's bo'lyotdi. Ko'l erkin unvonliq vazir mundaq dedi. Qo'shni allar savdogarlari navbatdagi vaziyatning muqimligiga ishonolmay, biz tarafga mol chiqishni to'xtatib qo'yishibdi. Vazirlar birdan-bir ko'ngilsiz ma'lumotlarni yetkazmoqda edi. Bug'roxonning beshi sangilab ketdi. Muhammad Bug'roxon o'zining ko'ni ulpiti Sochiya madrasasining bosh muddarrisi Husayn Xalfatni chaqirdi. Husayn Xalfat keldi. Bug'roxon muddarrisining qo'lini ikki qo'li bilan ching siqib ko'rishgandan keyin uni ayrimxonasiga boshlab kirdi. Ular gilam ustiga silingan 4 qat kimxob ko'rpiga o'ltirishdi. Bug'roxon Husayn Xalfatni o'rnida mansab tutishga taklif qildi. "Iltifotlariga tashakkur", dedi muddarris. "Lekin men qeridim. Tansoqliqim yaxshi emas. Saroy ichidagi mushkul vazifalarning o'ttisidan chiqa olishim tas." Bug'roxon
koni ülpitining o'zi bilan hamkorlashishni xohlamaydiganligini ko'rib, texmi g'ayratlik his qildi. Parishonlik chumgan Bug'roxon navrisi Mahmudni ko'rish uchun Opalga keldi. Mush kunlarda biror mansabni ustingga elib, dedi Bug'roxon. Biliming bilan g'ayratingni joriy qildirgan bo'lsang, menga tog'dak yo'lak bo'latding. Bu haqda necha qitim eg'iz ochgan bo'lsam, unimay kelyapsan. Mahmud bo'sni ranjitib qo'ymaslik uchun mumkin qadar siliq so'zlashga tirishdi. Bova, siz meni tarbiyalab o'stirdingiz. Ömrüm bo'yi xizmatingizni qilsam-mu, ajringizni yondira olmayman. Lekin menimi o'ylang, men o'zimni ilmiy ishlarga beg'ishladim. Qo'l yozmalarimni ratlab, bir divan yozishga tutish qildim. Mansab tutsam bu ishlarimga ta'sir etdi. Mahmud bo'sini No'ruz buloq to'piligiga boshlab chiqdi. Bu yerda yangidan selingan xeyli cho'ng bir bino qad ko'tarib turardi. Bu yangi madras, deb tushundirdi Mahmud. Qish kirgicha koni madrasadagi talablarni bu yerga yetkazib kelmoqchiman. Ko'rkam imorat bo'pti, dedi Bug'roxon rozimanlik bilan beshini yig'ishdi. Yaxshi loyihalanibdi. Qurilishning chiqimi uchun seliq yig'dingmi? Yo'q, deb javob berdi Mahmud. O'z yenimda chiqardim bova. Bug'roxon yana beshini irg'itdi. Savoblik ish qilibsan, bolam. Ular madrasaning ichiga kirib ketdi. Ular oziq qal'asiga qaytib kelgandan keyin Mahmud buvisiga mundaq bir iltimosni aytdi. Bova, To'rimtayni o'rlik chiqarsam deyman. Men uni qo'ldak emas, oilamizning a'zosidek ko'raman. Karvon bilan yurib orligan safarimda u qo'limga qo'l, putimga put bo'ldi. Qitchoq cho'lida qaroqchilarning hujumiga uchraganda u meni o'limdan qutuldirib qoldi. Xon bova, shu qo'lni o'rlik chiqarish haqida hujjat yozib bersangiz, tilkim ijozat bo'ladi. Bug'roxon boshda bu fikrga ancha qo'shilmagan bo'lsa-mu, keyin Mahmudning chin turishi bilan ma'qul bo'ldi va Turumtayni qulluqdan ozod qilish haqida hujjat yozib berdi. Hujjat yozilib bo'lgandan keyin Bug'roxon gapning mavzusini boshqa tarafga burdi. Bo'ldi, bu gapni qo'yayli, dedi u. Men otangni chaqirtib, Borisxonga yorliq avatdim. Xoqonliq taxtni otangga o'tkazib bermoqchiman. Men qiyratdiman, bolam. Qiyinchiliklar kundan kunga tog'dak do'linib ketyapti. Men bardoshlik bera olmadim. Endi bu ishlarni Husayn kelib qo'liga olsin. U sog'lom, iqtidorli odam. U men qila olmagan ishlarni qila oladi. Otam xoqon bo'lgandan keyin siz qanday qilasiz? Mahmud ehtiyot bilan so'rab baqdi. Men yana Talasqa ketaman. Bu yerning majrosidan joq to'ydim, o'g'lim, dedi Bug'roxon. Muhammad Bug'roxonning cho'ng xonishi uzun umr ko'rolmadi. U o'g'li Husayn texi balog'atga yetmagan chog'dala olamdan o'tgan edi. Hozir Bug'roxonning o'zidan kichik bo'lgan bir xonishi bor edi. Bug'roxon O'rinbosarxon bo'lgandan keyin bu xonish Ulug' Oltin Tarim degan nom bilan atiladigan bo'lgan edi. Ana shu Ulug' Oltin Tarim oxirgi kunlardan biri Bug'roxonga orom bermaydigan bo'lib qolgan edi. U Bug'roxonning xoqonlik taxtini Husaynga o'tkazib berish qarorini o'qigandan keyin xuddi ko'kyun chaqqan baytaldek tipirlab ketdi. Husayn Ulug' Oltin Tarimga o'lgan. Halbuki Ulug' Oltin Tarimning Ibrohim ismli o'z o'g'li bor edi. Ulug' Oltin Tarim ana shu o'g'li Ibrohimni taxt varis qilish ko'yida barcha amalni ishga solib, jiddiy harakatlanishga boshladi. İbrahim öz o'g'lingiz-ku deyman, deydi u Bug'roxonga. Oningni istiqbolini o'ylasangiz bo'lmamdi. Husayn sizning davlatingizda ilxon bo'ldi. Lekin İbrahim texicha nom-nishonsiz bo'yinni qisib yurdi. Bug'roxon darg'azab bo'lib uning ko'tilboshlarini bo'lib aytdi. To'la kapshima. Bu sening boshqa turadigan ishing emas. Husayn bilan İbrahim bir otadan bo'lgan qarindoshlar. Ularni o'rinlashtirish mening ishim.
Hüseyin Hakan bo'ldi. İbrahim vezir bo'lib unaga yordamlashadi. Ulug' oltin tarim Bug'roxonga yana bu haqda so'zlasa, dakkisini yeydiganligini tushundi. Lekin u niyatidan yanmadi. Bug'roxon Opalga ketgan kuni bu tinim topmaydigan xonish o'g'li Ibrohimni huzuriga chaqirdi. Ibrohim kirib onasiga ta'zim qildi. Ana bola ikkilan bir oz paranglashgandan keyin ulug' oltin tarim mundaq dedi. Ish tushgandan keyin Husayn keladi. Buni o'ylab qo'ydingmi? Akam kaz kelmamdi. Buni o'ylaydigan nimasi bor? dedi Ibrohim. Oltin tarimning ichi tit bo'lib ketdi. Ya Allah İbrahim, qachon aqlingni toparsan? dedi u. Bo'ldi, chiq, ishingni qil. İbrahim hopila-shopila o'rnidan turib chiqib ketdi. Qayradan qish kunlarining birida Husayn Qadinas xonishi Bubi Robiya bilan Qashqarga yenib keldi. Husayn otasi bilan ko'rishib bo'lib, xushtabassum bilan o'gay onasiga ta'zim qildi. Kechtirdingizmi, hurmatli ona? Ulug' oltin tarimning rangi o'ngib ketdi. Shundaqdimi u darhol chiroyiga kulgi yugurdi. Xush kelibsiz. Bubi Robiya uning bilan quchoqlashishga tamshaldi. Lekin ulug' oltin tarim onalardek ish qilmadi. Uni quchoqlamadi, so'ymadi. Husayn Ibrohimni quchoqladi. Ibrohim huduqqandek bir qismi bo'lib harakat qilmadi. Dilqut xazinasi o'mlatib og'zini ochgan bo'lsa-mu, zuvan chiqmadi. Husayn otasi bilan so'zlashib bo'lgandan keyin o'g'li Mahmud Qashqarni yeniga chaqirdi. Ahvol otam o'ylagandan murakkab ekan, dedi Husayn. Ulug' oltin tarimning tuqqanlari va bir qism qo'mondonlar isyon ko'tarishni qasdlab etibdi. Sen darhol otlanib chiqib, Opal bilan otishning orliqidagi uruq aymoqlarni qurollantirib safarbar qil. Ordan otishdagi muntazam qo'shin bilan birlashib, shu suiqasdchi baglarning yo'lini to'sib tur. Agar yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, ilohim undaq kunlarni harom qilsin. Agar shundoq bo'lib qolsa, Borisxonga ketgin. U yerga kuyovimiz Inol tegini hokim qilib qo'ydim. Ma'qul, dedi Mahmud. Mahmud Opalga qaytdi. U yo'l tayyorligini qilib, qo'l ostidagilarga buyruq berib, u yoqdan bu yoqqa oldirash mengib yurganda, ushtum tut uy ichidan barbit sadosi anglandi. Mahmud hayron bo'lib uyga kirdi. Qarasa, uning rafiqi qiz Cho'lponay hasratli qiyofatda o'tirib, berilib barbit chilvatdi. "Nim bo'lding?" Mahmud muloyimlik bilan so'radi. "Bo'layotgan bu ishlarga qarab, ishim siqilib ketyapti", dedi Cho'lponay. "Bu ishlarning kaynidan qandoqdir shumliq purab turadi. Ko'nglim sezyapti, xo'jam. O'zingizga paxas bo'ling." "Hech gap yo'q, behuda hal qilmagin", dedi Mahmud va Cho'lponayning ikki qo'lini mahkam qisib qo'yib chiqib ketdi. Qashqar sarayida vazirlar va qo'mondonlar jam bo'ldi. Xoqon almishadigan yig'in ochildi. Muhammad Bug'roxon yig'in ishtirokchilariga nutq so'zlab, oxirida mundaq dedi: "Xoqoniyning toj va taxtini o'z ixtiyorim bilan cho'ng o'g'lim Husaynga topshirdim. Bugundan e'tiboran o'g'lim Husayn taxt sohibi bo'lsin. Shavkatlik vazirlar, bahodir qo'mondonlar, amdi Husayn Bug'roxonning amrini vojib bilgaysizlar." Husayn taxtga o'tirdi. Murosim ishtirokchilari taxtning oldiga kelib bay'at qildi. "Husayn Bug'roxonga muborak bo'lg'oy!" Husayn o'rnidan turdi va alni adolat bilan so'raydiganligini bildirib, Qur'on tutib qasamiyat qildi. Murosim oyoqlashgandan keyin hammaylar ziyofat hozirlangan xonaga ko'chib, dasturxonni cho'rdab o'tirdi. Bu chaqda yandagi eshik qiyo echilib, ulug' oltin tarim ko'rindi. U Ibrohimni ishorat bilan yeniga chaqirib oldi. "Endi u uydan chiqma", dedi oltin tarim. "G'ayratli bo'l Ibrohim, hozir sen Xoqon bo'lasan."
Shu gap bilan u qo'ynidan bir kichik qutini chiqardi va chira ustidagi sharbat qo'yilgan chinlarga qandoqdir suyuqlikni oz-ozdan qo'ydi. "Yo'q, unda qilma jinim ona!" deb varqirab tashladi qo'rqib ketgan Ibrohim. Onasi uningga parvo qilmadi. Uning ishorati bilan ikki qo'l chinilarni ikkiliganga bo'lib tizdida ziyofat so'riniga ochib ketdi. Ziyofat so'rindigilar anor sharbati quyilgan chinlarni erishdi va parang bilan o'ltirishib ichishdi. Ushtim tut Muhammad Bug'roxon ikki qo'li bilan maydasini ching besib olib, og'zini yo'g'on ochdida bir yonga qiyisib yiqilganicha yetib qoldi. Husayn o'rnidan irg'ib turdi va nimanidir tutmoqchi bo'lgandek bir qo'lni oldiga so'zib, deb xirqirgan ovozda varqiradi va shu on dasturxon ustiga gup qilib yiqildi. Dasturxon atrofida o'tirganlardan yana bir necha kishimi ilgir kiyim bo'lib har yonga yiqildi. Xonish yandagi xonga o'rinlashtirilib qo'ygan navkarlar qilishlarini yalang'ashlab, fojia yuz bergan so'ringa etilib kirdi. Saroy ichida isyonchilarning cheriklari to'shib ketdi. Muhammad Bug'roxonga sodiq bo'lgan navkarlarning qarshiligi osonla bostirildi. Xonish ulug' oltin tarim qo'rqib, tengirqab qolgan Ibrohimni qo'lidan tortib, so'rashtirgan holda taxt supsiga chiqdi. U bu yerda to'plangan o'zining qo'lluqchilariga go'yoki do'zax o'tini chechib turgan ko'zlari bilan bir qurib qarab chiqdi. Ondan o'zining kuchli va qo'rqinchli ovozi bilan e'lon qildi: "Allohning irodasi bilan hozirdan boshlab o'g'lim Ibrohim xoqon bo'ldi. Endi u Ibrohim Bug'roq Qaraxon deb atoq bilan ulug'lanadi." Ibrohim taxtga o'tirdi. Isyonkorlar ta'zim qilib, uningga itoat bildirdi. Fojia yuz berganda Husaynning xonishi Bubi Robiya oltin tarim ayollar uchun ziyofat hozirlangan ayrim xonada edi. Ushtim tut Barisxondan ular bilan birga kelgan bir tarxon bir to'p cheriklar bilan yugurib keldida, "Tez bo'ling oltin tarim, isyon!" deb varqiradi va Bubi Robiya esini yig'ib olguncha uning qo'lidan tortib tashqariga elib chiqdi. Ziyofatdagi ayollar qo'rqib ketganlikdan qalaymaqan chirqirab o'yini boshlariga kiyishdi. Barisxonlik navkarlar Bubi Robiyani o'tirg'iga elib, isyonchi cheriklarining hujumlarini chekintirgach, o'rda darvozasidan sirtga yurib chiqib ketdi. Ular o'rdadan chiqib bir hazo yo'l yurgandan keyin Nizomiddin Isrofil To'g'on degan boshchiligidagi qo'shin bilan uchrashdi. Bubi Robiya Eliq Tarxonning yordamida otdan tushdi va To'g'on teganga esilib, "Mahmud bolamning jon do'stisan!" deb yig'lab ketdi. "Alaknulloh oltin tarim!" dedi To'g'on tegin uningga tasalli berib. "O'lgandan keyin o'lmaklik yo'q. Endi tiriklarning g'amini qilaylik. Sizlar darhol Nuq yo'l orqali Ko'kara tog'laridan o'tib, Barisxonga ketinglar." "Mahmudjon, sizjon?" "Mahmud xabar yo'lladim", dedi To'g'on tegin. "U muotishdan Opolga kelib, Nuq yo'liga chiqadi. Men qo'shinim bilan isyonchilarni to'sib turaman." Noma'lum bir otliq qo'shin Oziq qal'asining oldiga keldi. Ularning 3 vakili qal'a ichiga kirib Turumtayga, "Orda xonga bu yo'lda Bug'roxon bilan Husayn zardab o'ldirildi. Endi Mahmud Qashqarni qutuldirish kerak. Siz bo'linglar. Bizni Mahmud Qashqar bilan ko'rishtiringlar", dedi. "Rost gap qil. Rost." Shuning bilan bu 3 vakil ortiq gap qilmasdan orqasiga burilishdi-da, oldirab chiqib ketishdi. Noma'lum qo'shin otish yo'liga tushib, otlarni bo'lishiga choptirgan beti uzab ketdi. Oradan uzun o'tmay shu qo'shin ketgan tarafdan bir odam etini choptirib Oziq qal'asiga kirdi-da, Turumtayga oldirib so'zlab ketdi. "Men karvonbeshi ahvol chatoq. Bu yolloq sariqning qo'shini Mahmud Qashqarni tutish uchun otishib ketyapti. Men shu qo'shinda edim. Meni majburiy cheriklik tutgan edi. O'g'irlikchi ulardan ayrilib ketib keldim." Turumtay xuddi jini chiqib ketayotgandek bo'lib, ikki mushti bilan o'zining beshi qattiq urdida, chiroyda qon tidori qolmadi. "Yur!" dedi u karvon beshining beligidan tortib. "Bu gaplarni Cho'lponay oltin tarafga aytmasak bo'lmaydi."
Cho'lponay karvon beshining aytganlarini anglagandan keyin o'zini unutgan holda o'rnidan dast turdi-da. "Mangayli!" deb xitob qildi u. "Turumtay, barliq cheriklarni, qullarni, qurol tuta oladiganligi odamning hammasini yig', otlanayli. Yovlaq sariqning kendini qo'llab yetish kerak. Ularning hiylasiga yo'l qo'ymayli. Mahmudni endi faqat bizni qutuldira olishimiz mumkin." U bo'lg'un terisidan tikilgan kalta jo'sini kiyib, beliga qilish osdi. Shunda qilib Opal cheriklariga Cho'lponay oltin tarim o'zi qo'mondan bo'lib sap oldiga o'tdi. Ular karvon beshining yo'l boshlashi bilan qor bosgan dalada shiddatli ilgirladi. Yiroqda yovliq sariqning qo'shuni ko'rindi. Cho'lponay qilishni qinidan sug'urib elib, bo'lishiga qo'yibdi. "Hay, hay!" deb barqirdi u yovliq sariq qo'shuniga yaqinlab kelganda. "To'xtanglar, Mahmud Qashqari, sizlarni chaqirib atadi." Yovliq sariq bu gaplarni anglab gangirab qoldi. Shu asnoda Cho'lponay va uning sheriklari bu tavakkulchi qoriniyatlar orasiga bo'sib kirib ketdi. "Oy, bu nimaga? Mahmud Qashqari qani?" dedi yovliq sariq ularga. Uning ovozi tex besiqmay turibla Cho'lponayning qo'ldagi agir qilish ko'zini yumib ochqicha uning beshiga urildi. Bosh yerildi. Gunohkor tandan omonat uchib chiqib ketdi. Opal cheriklari qilish, nayzlarni ishqa soldi. Cho'lponay qilishvozlik babidagi mahoratini rosa voyaga yetkazib namoyon qildi. Qalaymaqan giralishib ketgan kishilarning orasidan bir changi soqolliq yov cherik chiqib kelib, Cho'lponayning ko'krigiga nayza urdi. Cho'lponay egardan siyrilib tushib ketdi. Ancha yiroq bo'lmagan joyda dushmanning adibini berayotgan Turumtay buni ko'rib, etidan sakrab tushdi-da, qimir qilmasdan yotgan Cho'lponayni ko'tarib, janggohdan elib chiqdi. Shu asnoda bu qisqig'ini jami oyoqlashdi. Sarkardisdan ayrilgan yov qo'shuni taraf-tarafga pitirab tarqilib ketdi. Turumtay Cho'lponayni xazinasi tegmagan joydagi oppoq qarning ustiga avaylab yotqizib qo'ydi. Turumtay Opal cheriklarini boshlab tun nisbidan oshganda otishga yetib keldi va bo'lib o'tgan fojiani Mahmud Qashqariga uqtirdi. Mahmudning naqadar g'ayratlik, irodalik er ekanligi kishilarni hayratga qoldirdi. U bir kunning ichida to'p-to'plab beshiga tushgan ko'tirksiz dard hasratdan ko'zlari qorong'ulashib, santurilib ketdi. Yiqilib tushmaslik uchun Turumtayning yelkasini tutib oldi. Og'zidan emas, yurak bag'ridan yig'lig'anga o'xshash bo'g'uq sado chiqdi. Lekin u yig'lamadi. Oyam o'tmay esini yig'ib oldi. Oyat o'qib duo qildi. Ondan tamoman o'zgarib ketgan inson qalbini larzaga keltiradigan ovozda buyruq berdi. "Sheriklar turg'izilsin! Otlamayli!" Mahmud Oziq qal'asiga qaytib kelib, darhol o'zining kutubxonasiga kirdi va qo'l yozmalari selingan sanduqning og'zi ochiq turganligini, qo'l yozmalarining yo'qolganligini ko'rib, tatirib ketdi. Bu chaqda ikki talib uning ustozi Husayn Xalbatni yo'lab kirib keldi. "Qo'l yozmalaringni bulonchilarning qo'liga tushib ketmasin deb men aytgan edim", dedi ustozi. "Endi o'zingga qaytirib beray." Mahmud yo'g'on qopni ko'tarib bosug'ida turgan jakarchini endi ko'rdi. Jakarchi qopni Mahmudning oldiga akilib qo'ydi. Qopqa uning qo'l yozmalari ratlik tizilib qochilingan edi. "Endi tezroq chopding'in bolam", dedi ustozi. "Qazo qilganlarning oxiratlik ishlarini men urullashtirman." Mahmud qo'l yozmalar silingan qopni bir otga tangdirdi va o'z odamlarini boshlab moq yo'liga ravon bo'ldi. U yo'l bo'yi onasi Bobi Rabiyaning izbergini qilib mangdi. Uchirgan kishilarning ba'zilari bir to'p otliqlarning moq yo'li tarafga o'tib ketganligini aytishdi. Yana ba'zilar shu otliqlar ichida yashangan bir ayolni ko'rganligini yodiga elishdi. Mahmud shu otliqlarga yetishib olish uchun otlarni oyimay choptirdi. Hech kim uchirmadi.
Lekin tog' yo'llarida nurg'un otlarning tuyoq izlari ko'rinadi. Shuningga qarab, ularni bu yo'ldan o'tib ketdi deb qiyos qilishga bo'ladi. Mahmud va uning odamlari tuyoq izlarini yetirib qo'ymaslikka tirishib ketaverdi. Mahmud Barisxon shahriga yetib keldi. Lekin uning onasi Bobi Robiya bu yerga kelmagan edi. Keyin Qashqardan qochib kelganlardan ma'lum bo'ldiki, Bobi Robiya va uning qo'g'dug'uchilar Mux yo'lida ketayotgan isyonchilar qo'g'lab kelib, ularning hammasini qatl qilgan edi. Mahmud bu xabarni anglagandan keyin og'ir kasal bo'lib yetib qoldi. Uning hammachisi Bobi Salima va uning eri, ya'ni Barisxon hokimi Inaltigin uni o'z uyida uning holidan xabar berib, usti teviblarni chaqirib davolatdi. Turumtay atdigandan kashkicha uning yenidan ketmay xizmatini qildi. Inaltigin bilan Bobi Salima mo har kuni kelib uni yo'qlab turdi. Tevibning ko'ngil qo'yib davolashi natijasida Mahmud asta-asta saqayib qoldi. Muhammad Bug'roxonning kichik o'g'li Ibrohim taxtga chiqib, o'z baxtini topmadi. Hadislar otasi bilan akasi ko'z oldiga kelib oladi. Uni qo'rqinch bosadi. Ulug' oltin tarim uni yana qutrat qilib turdi. Atrofingda dushmanlar to'lib yotadi, Ibrohim. Qaysi dushmanlar? So'radi Ibrohim. Xon davosini qiladigan Mahmudchu, Hasan deginchu, ularni yo'qotish kerak. Ularni? Shunda avval Mahmudni yo'qot, ondan Qashqar bilan Barisxon qo'shinlarini birlashtirib udumga borsan. Oxiri Ibrohim zo'r qo'shinni boshlab Barisxon tarafga otlandi. Ibrohimning qo'shini Barisxon shahrini qamal qildi. Ularning 3 elchisi otlarni yo'rg'iltib, Sepil darvosining oldiga keldi. Elchiga o'lim yo'q, deb varqiradi ulardan biri. Ibrohim Bug'roxonning maktubini aytadi. Inaltigin bilan ko'rishimiz. Darvoza ochildi. Elchilar kirdi. Inaltigin Ibrohimning maktubini elib o'qidi. Ondan maktubni yerida turgan Mahmud Qashqariga berdi. Inaltiginning hokimlik martabasiga daxli tarz yetmaydi. Mahmud Qashqarni ordining bir taraf qilishiga topshirib bersila tamom deb yozilgan edi. Ibrohimning asosliq demoqchi bo'lgani ana shuningdan iborat edi. Inaltigin maktubni Mahmudning qo'lidan elib 4 parcha qilib yerdalatdi. Ondan shu yirtilgan maktubni elchining qo'liga tutqizib qo'ydi. Ibrohim hayvon hazratlariga mening beradigan javobim shu, dedi u qilch chiroyini o'zgartmasdan tamkinlik bilan. Yirtilgan maktubni qo'liga olgan elchining rangi o'ngib ketdi, lekin o'ngdan chiqarmay egildi. 3 elchi Sepil darvosidan chiqib, jang otlariga minishdi va Ibrohimning bargohiga qaytib keldi. Ibrohim qurolli qismlarining orqa tarafida qurilgan zargulli qizil kimxob chedirda o'zining elchilarini kutib o'tirgan edi. Ibrohim elchilarning qo'lidan yirtilgan maktubni oldida xuddi choyonni tutib olgandek ko'rib tashladi va savol ma'nosi ifodalangan nazari bilan bosh qo'mondonga qaradi. "Endi qalamni qo'yib alamni ishq solg'ayli", dedi bosh qo'mondon. Ular sirtqa chiqdi. Qo'yib o'tchib o'sib ketgan do'nga gelam selindi. Cho'risiga mashutdan chuchuli tutilgan qizil kimxob kunlik tiklandi. Ibrohim xoqonliq izzatining simvoli bo'lgan shu kunlikning tuyiga kelib o'tirdi. "Hujumni boshlanglar", dedi u yenidagi qo'mondonlarga qo'li bilan Sepilni ko'rsatib. "Hujum!" deb varqiradi bosh qo'mondon qilishni egiz ko'tarib. Palaxmanchilar Sepilga qaratib tosh yog'dirishga boshladi. Otliq va piyoda qismlar olg'a ilgirladi. Barisxonliklar Sepilning kanida jangga tushishni qaror qildi. Sepil darvozalari kang echib etildi. Inaltiginning otliq qo'shinlari va ularning kaynidan piyoda qo'shinlari dalaga chiqdi. Mahmud Qashqarning ichiga patmay ketgan dardu va hasratlari endi g'azab va kuchga aylandi.
u bir büyük atlı qo'shinni boshlab sepil darvozasidan chiqdi va qilichni yalang'ochlab Allohu akbar deb xitob qildi-da, etini ushqandek choptirib hujumga o'tdi. Turumtay bilan heliq karvon beshimi uni ikki yenidan qo'riqlab ot soldi. Inol tegin o'z qo'shinini boshlab jang maydonini aniq kuzatgili bo'ladigan egiz to'pilik chiqdi va shu yerda turib har qaysi saflardagi qo'shinlarning harakatiga qo'mondonlik qilishga hozirlandi. Halbuki bu qatimqi jangda baxt qushi kimning beshiga qo'nadiganligi nihoyat tezla ayon bo'ldi. İki tarafning saflari to'qinishmay turibla Ibrohimning bir necha qo'mondonlari o'z qo'shinlarini boshlab Inol tegin tarafga qechib o'tib ketdi. Biz İbrahimni qonuniy tajdor deb e'tirof qilmaymiz, dedi bu qo'mondonlardan biri Inol teginning oldiga kelib. Qachonki qonunli xon taxtga chiqqicha Inol tegin hazratlarining rahbarligida turishni xohlaymiz, dedi yana bir qo'mondon. İbrahim o'z qo'shinining xuddi kashko'zdagi g'azondek chechirib ketganligini ko'rib qo'rqib ketdi. Chiroyida qon qolmadi. U as-hushini yo'qotgan holda yugurib berib, otga mindi va xoqonlik izzatining simvoli bo'lgan kimxob kunlikni shu petich qoldirib, orqa oldiga qaramay qochdi. Faqat oz sondagi navkarlarla uningga ergashdi. Bu navkarlar jinni qo'lga olib qo'ygandek ko'rinardi. Ular qaychib ketib etib, qo'rg'uvchilarni yaqin keltirmaslik uchun orqa qaratib, o'q-yodan o'q o'zgini turdi. Mahmud Qashqarning qo'mondonligi ostidagi cheriklar ularni qo'g'lab ketib atdi. Ya o'qlari ularning qatoridan bir necha kishini yiqitdi. Turumtay etini qamchilab Mahmudga yaqinlashdi. Hazratim, o'q tegib ketmasin, buni qalqonni elib elim, deb barqirdi u va Mahmudga o'zining qalqinini sunib berdi. Lekin uning qalqini Mahmudning qo'liga yetmay turib tushib ketdi. Turumtay xuddi cho'chib ketgandek bir silkindi-da, egardan siyrilib tushib, yerda yetib qoldi. Turumtay! deb xitob qildi Mahmud etidan sayrab tushib. Turumtayning ko'kragida yo o'q sanchilib turardi. Mahmud uning yeniga tizlandi. Uning tiniqini, yuragini tekshirib ko'rdi. Turumtayning tiniqimi, yuragining so'qishimi to'xtagan edi. Mahmud uning yenida turmay, beshini sangiltib o'tiraverdi. U xuddi bayovandagi tikanga o'xshash yolg'izlik his qilmoqda edi. Butun atrofda Inol teginning sheriklari g'alba tantanasi bilan cho'qon solmoqda edi. Jang oyoqlashdi. Bakrak cho'qon selishib ketgan bir to'p cheriklar Mahmudning diqqatini qo'zg'adi. Yosh bir chavandoz ikki qo'li orqon bilan bog'langan bir kishini etiq so'rtib ketib-atdi. Bu tutqunni har yandan qo'rshab kelayotgan otliq va piyoda cheriklar xushal bo'lib varqirashdi. Anchuni tutdi, Inol teginda suyunch olamiz. Mahmud o'rnidan turib tutqunga qaradi. Bu tutqun İbrahim edi. Uning zarbat to'ni to'pig'i milangan va yirtilgan, oq yepak sallasi cho'lib murziga tushib qolgan edi. Uning ikki qo'li qil orqon bilan bog'langan. Orqonning bir uchi oldida ketayotgan otning egriga chetilgan edi. Mahmud uning kaynidan qarab turib qoldi. Osiy tog'asining bu holati uningda hech qanday ta'sir qoldirmadi. U ya g'azablanmadi, ya echinmadi. Shu topda uning go'yoki qorong'u bo'shliqqa o'xshab qolgan qalbida yetimlik tuyg'usidan boshqa hech nima yo'q edi. 2 kundan keyin Inol tegin qizi va mubtillarning hamrohligida devon mahkamasining oldidagi maydonga chiqib, bu yerda yig'ilgan jamoat oldida Ibrohimning ustidan hukm chiqardi. Kallis elanso! Shunda qilib İbrahim ibn Muhammad o'z otasi va akasining xuni badriga kelgan taxtga chiqib, to'p-to'g'ri 6 oy o'tgandan keyin yosh janidan ayrildi. Qashqar o'rdasida qolgan ulug' oltin tarim Barisxondan qochib kelgan odamlarni ko'rgandan keyin u da bir necha kungacha o'z hujrasiga so'linib oldi. İbrahim ölmeydi, deydi u o'z o'ziga.
İbrahim ölmeydi. O ölse bo'lmaydi. Onun ko'zlari shuncha ko'p kishilarning o'lishiga parvosizlik bilan qaragan ko'zlari xuddi chanoqlardan chiqib ketayotgandek yo'g'on echilib ketdi. Shira ustida oq qosh teshidan qapoq shaklida o'yib ishlangan nafis bir quti turardi. Ulug' oltin tarim yo'g'on echilgan ko'zlari bilan shu qutiga tikilib qaradi. U qutini elib og'zini ochdi. Uning qo'llari titramadi. Qutining og'zini ko'pirib ketgan lavlariga takkizdi. Beshini kayniga tashlab, qutidagining hammasini ichiratdi. Mahmud Arslan Tegin bilan Hasan Tegin Xotandan Qashqarga qaytib keldi. Jang bo'lmadi. Parakandichilikmi yuz bermadi. Azizona Qashqar go'yo motam tutayotgandek jimjit edi. Muhammad Bug'raxon taxtni tortib olganda xon jamoatining a'zolari bu yerga qadam bosmagan edi. Endi Arslan Teginning chaqirqi bo'yicha har qaysi yurtlardagi ilk xonlar va teginlar bu cho'ng ostonda jam bo'ldi. Xon jamoatining yig'ini echilib, taxt sohibi e'lon qilindi. Mahmud Arslan Tegin xoqon bo'ldi va u To'g'ri Qoraxon degan unvon bilan ulug'landi. Hasan Tegin o'rin basarxon bo'ldi va u Bug'raxon unvoni bilan ataldi. Mahmud Qashqari yoz va kuz faslarini Barisxonda o'tkazib, milodiya 1061-yili bahorda safarga chopdi. G'arbi Qorxoniylarning oliy hukmdori Ibrohim Tabg'ashxon uni Samarqandga taklif qilgan edi. Shunda qilib, qora qismatning shafqatsizlarcha siqishlari ichida yurak bag'ri zardob bilan to'lgan yosh olim ko'klam fasldagi quyoshli kunlarning birida Samarqandni panoh tortib yo'lga chiqdi. Xudoyimga omonat jinim bolam, dedi Bobi Salima oltin tarim uning peshonasiga suyib. Ah yo'l bo'lsin qadrli inim, dedi Enol Tegin Mahmudni mahkam quchoqlab. Mahmud Qashqarning karvoni cho'l tarafga so'zilgan karvon yo'liga tushib, asta-asta yiroqlashib ketdi. Xush kelibsiz Mavlona Mahmud, dedi Ibrohim Tabg'ashxon darvoza oldida otdan tushgan Mahmudni quchoqlab. Qani, ishga kiraylik. Bu yerni o'z uyingizda ko'rgansiz qadrlikim. İltifatingizga ko'p tashakkur Tabg'ashxon oliydir, dedi Mahmud uningga ta'zim qilib. Teqirni Ibrohim tog'a deb atavering qadrlikim. Biz urug' tuqqan odamlar emasmi? Shu gap bilan Ibrohim Tabg'ashxon Mahmudni shaxsan o'zi o'rda darvozasidan boshlab kirib ketdi. Shunda qilib o'z ona yurti azizona Qashqarni tark etib, musofir bo'lgan dardman olim Samarqand o'rdasidagi tuqqanlarning illiq mehr muhabbatiga to'lgan xonadonida turib qoldi. Oradan 2 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bir kuni Mahmud Ibrohim Tabg'ashxonning yeniga keldi. Oliylarga bir iltimosim bor, dedi u salomdan keyin. Saxovat yolqinning uchqunni peqirga marhamat qilsizlar. Allohning nazari tushgan Buxoroi azimga borsam deyman. Shu azim shahardagi ilmiy muassasalarning birida xizmat qilsam degan orzuyim bor. Tabg'ashxon ma'qul bo'ldi. Munajjim va Qur'ondozlar tanlagan xosiyatli kunlarning birida Mahmud Qashqari Mavara un-Nahir hukmdori Ibrohim Tabg'ash Qoraxonning Buxoro hokimiga o'z qo'li bilan yozgan maktubini qo'yniga silib, Samarqand o'rdisidan hadiya qilingan 40 tugini karvon qilib Buxoro yo'liga ravon bo'ldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilonning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asrini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Şinjan Universiteti bilan Şinjan Beliqut şirkati birleşip ishlab chiqargan Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar.
karton ilifə, qanun nizam, işaret dili, tənterbiyə, fizika, ximiya qatarlıq 600'dən artıq rəsmi sahədəki Uyğurca, Xənzuca, İngilisi 3 xil til, 6 milyondan artıq söz, avaz həm sürət bir gövdələşdirilgən kompüter yumşaq detalı. Bilmegənni Bilqut'un bil. Bilqut xəzinəsi. 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 Bilqut xəzinəsi.